Ekinlarni ekishdan oldin albatta tuproqni tahlil qilish kerak bo'ladi. Undagi azot miqdorini aniqlash kerak, fosfor miqdorini aniqlash kerak, kalin miqdorini aniqlash kerak. Ya'ni o'simlikka u yetarlimi, yetarli emasmi bilishimiz kerak. Ana shunga qarab turib, keyin o'g'itni normasini to'g'ri belgilashimiz kerak bo'ladi. Kerak emas o'g'it solavermasdan. Mana bu men sanab o'tgan bular makroelementlarda o'simlik uchun zarur bo'ladigan elementlar. Zarur elementlar bo'lgani uchun ham azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi, fosforli o'g'itlar ishlab chiqariladi, kaliyli o'g'itlar ishlab chiqariladi. Masalan, sho'rlanishi aniqlandimi, sho'rga chidamli ekinlar ekiladi. Qum zarrachalari ko'p bo'lgan tuproqlar, yengil tuproqlar, ishlov berish osonda ularga. Og'ir mexanik tarkibli bo'lsa, unaqa tuproqlar zich tuproqlar bo'ladi. Qumli tuproqlarda ildiz mevalilar yaxshi moslashgan bo'ladi. Og'ir mexanik tarkibli tuproqlarda o'zini ekini, qaysidir hududlarda o'rtacha sho'rlangan, kam sho'rlangan, kuchli sho'rlangan, qaysidir ekinlar sho'rlanishga chidamli, qaysidir ekinlar sho'rlanishga chidamsiz, sho'rlanish darajasiga qarab turib ham ekin turini tanlash mumkin. Tuproqdagi azot aniqlandi, tuproqdagi fosfor miqdori aniqlandi, tuproqdagi kalin miqdori aniqlandi. Mana shu natijalar olinganidan keyin agrokimyoviy kartogramma tuziladi. Agrokimyoviy kartogramma bizani tilga aylantiradigan, sodda xalqchil tilga aylantiradigan bo'lsak, bu tuproqni oshqozonini ko'rsatadi. Ya'ni kartada qarab turib, pastki eksplikatsiya, mana bu hududda fosfor o'rtacha ta'minlangan ekan, mana bu hududda fosfor kam ekan, bu hududda fosfor ko'p ekan degan tushunchani beradi. Kam degan joylarga fosforli o'g'itlar ko'proq beriladi, ko'p degan joylarga fosforli o'g'itlarni dozasi kamaytiriladi. Bu kaliyga ham tegishli. Bu analiz natijalaridan keyin natijalarni olib turib kartogramma tuzishda foydalanadi. Kartogrammaga qarab turib, ana o'g'itni dozasi o'sha normasi o'sha belgilanadi. Bu tuzilgan kartogramma 5 yilga xizmat qiladi. Konduktometr priborimizda 1 minutda ichida tuproqning sho'rlanish darajasini aniqlab beradi. Tuproqning sho'rlanishi avvalambor ekinlarni to'g'ri joylashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, sho'rlanish darajasiga qarab turib, agromeliorativ tadbirlarni o'tkazishni to'g'ri belgilash imkonini beradi. O'g'itlarni to'g'ri qo'llash imkonini beradi.